Qozolarni mulla degan kinosini sizlar ham ko'rdinglarmi? Tan olish kerak, hozirgi paytda qozolachi yorvorishyapti. Imkon qadar spoiler qilmaslikka harakat qilaman. Xullas, bitta bandit boshlig'ini aytganini qilmay qo'yadi. Natijada o'sha boshlig'ining odamlari, jinoyatchilar uni butun shahar bo'ylab qidirishni boshlashadi, quvlashadi. Keyin haligi bandit bitta masjidning ichiga kirib berkinadi. Aynan voqealarning rivoji o'sha masjidning ichidan boshlanadi. Bu kinoda aktyorlar oddiy odamga o'xshaydi. Ularni ko'chada ko'rsang ham ajablanmaysan. Shuning uchun ham kino juda ham ishonchli chiqadi. Tomoshabin uni rol o'ynayotdi deb emas, balki oddiy odam deb qabul qiladi. Bizlarning aksar rejissyorlarimiz nimaga bunaqa kino ololmasligini bilasizlarmi? Nima? Gap faqat rejissyorlarda deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, gap aktyorlarning o'zida ham. Ya'ni ularning xayolida bir g'alati fikr bor. Men kachok bo'lsam, chiroyli bo'lsam, prichoskam, kiyinish uslubim juda ham bir o'zgacha, cho'tki bo'lsa, meni kinoga olishadi, serialda chiqaman deb o'ylashadi. Lekin rostdan ham shunaqaday. Bizda ko'pincha yuqorida aytganimdek, juda ham chiroyli modelga o'xshagan aktyor aktrisalar olinadi. Hammada deyarli bir xil stil, uslub, soch, kiyim, badan, chiroy. Bizda ko'pincha rolga emas, talantga emas, iste'dodga emas, tashqi ko'rinishga qarab tanlanadi. Natijada hikoya umuman real hayotga o'xshamay qoladi. Masalan, qozoq filmlarida oddiy yuz, turli yoshdagi odamlar, hatto professional bo'lmagan aktyorlar ham olinadi. Ko'p o'zbek serial va novellalardagi mavzularning bir xilligi odamlarni ham juda ham charchatib qo'yadi. Qaynona bilan kelinni janjali, kelin boshqa odamni sevishi, qaynuka bilan kelinning o'rtasidagi sevgi uchburchagi, qaynota bilan kelin o'rtasidagi noqulay hazillar, oiladagi mayda janjallar, hatto pomidor, oshxona, pul, bu syujetlar yomon emas aslida. Oila dramasi har doim ishlaydigan janr. Lekin muammo bunda emas. Muammo deyarli hamma serial novellalardagi muammolar bir xil formula bilan ishlaydi. Natijada tomoshabin buni oldindan bilib qoladi. Yana qaynonasi bilan urushadi, yana yashirin sevgi chiqadi. Endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, bu mulladagi aktyorga qarang. Bu aktyorga o'xshaydimi? Umuman o'xshamaydi-ku. Buni yuziga qarang. Buni tanasini besonaqayligiga qarasangchi. Men bu aktyorni umuman haqorat qilmoqchi emasman. Bundan yiroqdaman. Shunchaki juda ham xursand bo'layotgan tomonim aktyorni talanti, qobiliyati, iste'dodi, eng muhimi qadri borligida. To'g'ri, bizda ham yo'q emas. Yaxshi rejissyorlar, yaxshi aktyorlar bor, lekin aksarlari uyoq o'zingizlarga ma'lum. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, meni yosh aktyor rejissyorlarga gapim, sal miyalarni ishlatinglar. Hozirgi ayrim musor rejissyor va aktyorlarga umuman o'xshab qolmanglar. Aktyorning qobiliyati, talanti, iste'dodi qolib, uni sochiga, yuziga, chiroyiga, tanasiga qarab baho bermanglar.